Assalamu alaykum kitapxumar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlarga yozuvchi Habibulloh Abdumetning Muz tutqan daryo nomli romanining 3-chi qismini anlatishga boshlaymiz. Yosh xonim o'g'lining paydak yumshoq qo'lini tutgan peti orqasiga burilib, oppoq qorga cho'mgan ko'nchi mahallasiga, uch-do'konga tutashgan tar ko'chaning qorong'u eg'iziga, jaynikdagi tarni turib turgan so'g'uq toshqa, kirish eg'izida etildaqning qoldiqlari shildirlab turgan tarxalti ko'chaga va Momayning turbi suvxonasi bor bir parcha oq yerga, ayni chog'da qish yoz to'xtamay shimoldan janubga qarab subsuzuk buloq suvlari eqib turadigan qurib ketgan o'stangning o'rnini egallagan qor dovullarga bir qurqardida, yana shaqqida oldiga burilib, tez-tez qadam tashlagan peti o'g'li bilan birga yurib ketdi. Yosh xonim bilan bola suvsiz quruq o'stangning yoqasidagi yalang'ochlanib qolgan qator-qator teraklarni bir-birlab orqaga qoldirib, oyoqlarining ostidan g'araslagan ovozlarni chiqarib ketyotdi. Orqasiga tashlab mangan shunglari oppoq qorni yepinchi qilgan har bir tub terak, go'yo hozidorlardek ularning orqasidan dam-dam qayg'uliq irg'inglayotdi. Qishning sovuq shamili ko'chalarni siypab o'tmoqda edi. Tang sovuqi bo'lsa, ona va bolaning yuzini haridek chaqayotgan edi. Yalang'och shoxlar bilan ushoq qor uchqunlarining bas-bas tishildirlashlari go'yo mahalladagi yig'i ovozidek ularning orqasidan anglab turardi. Bola onasining qo'lini qo'yib etib, orqasiga tuyuqsiz burildi-da va o'zi borgan sari uzoqlashayotgan sus qorong'ulik ichida so'zilib yotgan ko'chaga qaradi. Ehtimol, endi o'zi tug'ilgan bu mahallani qayta ko'rolmaydiganligini ko'ngli tuyayotgan bo'lsa kerak. Yosh xonim bilan bola shu tariqada ozroq mang'andan keyin burunqi G'olibiyat oyoq zavodining oldiga yetib kelgan edi. Ko'chaning so'l tarafi butunlay kechicha atgan etildaqning qoldiqlari bilan to'lib ketgan edi. Bolaning dadasining aytishlariga qaraganda, dal mushu yerda burun bir cho'ng ko'vrik bor bo'lib, ostidan shog'liq o'stangning ikkinchi qo'lining ulug' eqini eqib o'tib, sal to'van tarafidan cho'ng shoqirat bilan seyrilib tushib, ikki tarmoqqa bo'lindi ekan. Bir tarmoqi udul ko'nchi mahallasi tarafga qarab oqsa, yana bir tarmoqi uch do'kon tarafga qarab oqadi ekan. Her ikki tarmoqi nurg'un ho'yli bog'lardagi meva ko'chatlarni, tallarini va ko'ktatliqlarni sug'urib o'tish bilan birga, yana har qaysi mahallaning yonlariga ahyo qilingan dal-daraxtlarni sug'urib, o'zining salqin tomchilarini mahalla ko'chalariga sepib boqqandan keyin, Qizil bayroq kooperativiga tava bo'lgan har qaysi kommunalarning terilg'u yerlarining ustsizligini qandirib bo'lib, udul berib Ili daryosiga qo'yildi ekan. Yozda dal mushu yer uch mahallaning bolalari to'plashib suvga cho'miladigan va qo'ralaridagi meva ko'ktatlarni achiqib setib, ozroq pul topadigan eng muvofiq joy hisoblandi ekan. Darvaqa ayni chog'larda G'olibiyat oyoq kiyim zavodining oldi mushu atrofdagi eng avod joylarning biri edi. Yozning pish-pish issiqida targa cho'milgan bolalar tugman shoqiratmasidek ko'kirab suv tushadigan shoqiratmaning ostida go'yo tugman teshining to'xtamay chiqargan ovozidek yuqori ovozda varqirashib, bir-biriga suv chetishib, qin-qiniga patmay suv uzib o'ynasa, ko'vrikning ustida bo'lsa tizib qo'ygan qo'rchoqlardek qator-qator o'ltirgan bolalar, oldiga qo'yib olgan so'gat tolidan to'qilgan chiroyli savatlarning ichidagi yop-yeshil cho'plarning ustiga avaylab chiroyli qilib tizgan, qo'ralardagi bog' va kayzlardan o'z qo'llari bilan uzgan olma, o'rik, armut, shaptul qatorliq yozliq mevalar bilan pomidor, ko'kmuch, qizilmuch va ko'kburchaq pedigan qatorliq ko'ktatlarni sotadi. G'olibiyat oyoq kiyim zavodining qo'li chevar, ishchan, o'g'il-qiz ishchilari dam olishga chiqqan vaqtlarda ko'vrikning ustidagi bola boqalardan shirnilik mevalarni setib olib yesa, ishdan tushish vaqtida oz deganda 5 dan bolalari bor mo'zduz ustalar ko'ktatlarni setib olib uylariga qaytishadi. Ana shu chaqlarda o'ng tarafdagi cho'ng darvozali qorada o'ltiradigan oilaning budur yoshli qizlarining sodisi eng yaxshi bo'ladi. Ularning qorasidan chiqqan shirnilik arbut bilan sag'irib pishgan mayliq o'rikning bozori eng yaxshi bo'ladigan mevalardan edi. Vaqt nima degan tez o'tdi ha. Texi tunugunlar ko'k manqisini eqitib yurgan ashu budur yoshli qizchaqlar keyin birdinli cho'pchongli bo'lib, rang tuzab, bo'y tortib, mushu atrofdagi eng chiroyli qizlardan bo'lib qolgan edi. Hozir hammasi qayerlargadir yotliq bo'lib,
Şamalda to'zigan attargulning bargillardek alaqayoqlariga uchib ketgan edi. Hozir bu mahallada hamma narsa o'zgardi. Odamlar, bog'lar, o'stanglar, qushlar, hatto burunqi ko'pkok osmonmi hozir ko'rinmas bo'ldi. Yulduzlar charaqlab yenib turadigan burunqi oqshom bilan sahar mana hozir qani. Hozir jimjitlikni buzayotgan saharning tong havosini bulg'ayotgan bir narsa bor va u narsa shunchalik ko'paydi. U bo'lsa-mu har yerda pulemyotdan etilgan o'qning ovozidek ovoz chiqarib etilayotgan etildoq va uzluksiz etilgan miltiqning pistolidan chiqqan puraqni asga soladigan portilg'ush do'g'rining puraqi. Mana bularning hammasi odamning ko'ngliga vahima soladi. Qo'rqinch paydo qiladi va o'limni qonni eslatadi. Milliy sanoatimizning ko'z qarchuqlaridan biri hisoblanadigan oyoq kiyim sanoati mana shu g'olibiyat oyoq kiyim zavodida ishlab chiqarilgan, hamma yeri sapqurumdan tikilgan shiplit, tuplay, o'tuk, batnika va miqvoy qatorliq oyoq kiyimlari orqali Xitoyning har qaysi o'lkalarida o'zini namoyon qilgan edi. Hatto Yaponiya qatorliq davlatlardan bu zavodga ekskursiyaga kelib, har qaysi ishlab chiqarish, hunar san'at bosqichlarini ko'zdan kechirib, o'zaro tajribalarni almashtirish yig'inlari ochilib turadi. Ana shu chog'larda Yaponiyadan ekskursiya o'miki keladigan deb butun mahalla aholisi uy-uylardan chiqib, eshik oldilariga qish-yoz to'xtamay shimoldan janubga qarab sut-suzuk buloq suvlari eqib turadigan o'stangning suvlarini chelak-chelaklab akilib eshik oldilariga va ko'chaga sepib, orqadan supurib, cho'ng ko'chani boshdan bo'yga pak-pokiz tozalab, sap-salqin qilib atgandan keyin bosh ko'zlarini pokiz yuvib, kiyim-kechaklarni amlashtirib, yo'lning yoqasida qator-qator tizilib, ekskursiya o'mikidagilarga tushgan kichik avtomobilning kelishini saqlab turadi. Yiroqdan ularning qarisi ko'rinishi bilan tang, go'yo rasmga tushirgandek, ayol qiz bolalar usti boshlarini bir qur tuzashtirib, ular oldidan o'tganda qizg'in chavoq chelib, chiroyli tabassum bilan qarshi elib kutib oladi. Hay isit, ana shu chog'larda bo'lsa, hozirgi selishtirg'ili bo'lmaydigan ajoyib esil zamonlar edi. Mana hozir ana shu avat oyoq kiyim zavodining o'rnini egiz binolar egalladi. Ichida kimlarning borligidan, nimalarni qildiganligidan bu yerdagi aholilarning birisining xabari yo'q. Ayni chog'da toza rivojlangan kunxurum milliy oyoq kiyim sanoati biroqla vayron qilib etildi. Xitoy o'lkalaridan vagon-vagonda yo'tkab akelgan chaplama sun'iy xurum oyoqlar bo'lsa, bozorlarda arzon bahoda tuhma qilib setilib, yerlik Uyg'ur qo'l hunarvanlarining puxta tikilgan oyoq kiyimlarining bozorini biroqla palach holiga tushirib qo'ydi-da. Buning bilan Uyg'ur milliy sanoatining o'li bo'lgan kunxurum oyoq kiyim sanoati biroqla vayron bo'ldi. Vayron bo'lishning yana bir sababi bo'lsa, zavodning ustunlarining yangilishiga davlat mablag' ajratmadi. Kon uskunlar bilan kon ishlab chiqarish hunar bosqichlarida yangilanish bo'lmagandan keyin Xitoyning zamonaviy bozor egalligiga moslashgan holda oldiga qarab ilgariy olmadi. Yana bir jihatdan zavodning egallagan o'rni yaxshi va doirasi cho'ng bo'lganligi sababidan bu oltin zaminga Xitoy o'lkalaridan chiqqan gar-mulk savdogarlarining ko'zi tushib, bir amallarni qilib mazkur milliy oyoq kiyim zavodini vayron bo'lgan korxonalar qatoriga kirgizibdi va biroqla taqab, o'rnini kimlardir birlari qo'lga kirgizib oldi. Oqibat, mush sovuq saharda go'ngi ko'rinib turgan binolar silinib, burunqi qaynoq manzaradan asarmi qolmagan holga kelib qolgan edi. Ana va bola ayni chog'da qish-yoz to'xtamay shimoldan janubga qarab sut-suzuk buloq suvlari eqib turadigan qurib ketgan o'stangning qirni bo'ylab, mushuk yaproqning ko'zlaridek qarab turgan qorong'u binolarning derazalariga ko'z qirnimi solmay, sirliq va azobli hislarini yo'l-yo'liga qoldirib, mayli qancha qorong'u mezgil bo'lsa-mu, o'zining parqiraq qo'zoqlari bilan ko'zga cheliqib turadigan oq teraklari bilan xo'shlashib, oldiga qarab ketaverdi. Azob ajoyib bir tuyg'u. Vaqt uzoqan sari azobqimi odam ko'nib qoldi va azobmi azob bo'lmay qoldi-da. Oxiri insonning ayrilmas bir parchasiga aylanib ketdi. Necha 10 yildan buyon azobni o'lgudek tortayotgan bo'lsa-mu, hozir azobning eng yuqori pallasini beshidan o'tkazayotgan mahalla qo'y, teg'i azoblik uyqusidan ko'zini ochmagan edi. Ona va bola yo'lda yolg'iz ketayotdi.
Ular Toshqan fermasining oyliklar qurasi joylashgan Xalta ko'cha eg'iziga yetib kelgan edi. Ushbu Xalta ko'cha eg'izi paskinchilik bilan to'lgan bo'lib, yerda Etildaqning xalda xashaklardan boshqa yana quruq haraq botulkalarining so'liqlari bilan birga chaqilmagan botulkalarmi turadi va ularning ustini nefis bir qavat qora ushqunlari yepib olgan edi. Yana shundaqdimi odamning ko'ziga ro'shan ravishga chiliqib turadi. Ko'chaning ichi qorong'u bo'lib, pakar-pakar, qator-qator bir-biriga tutashgan bir qavatlik uylardan tashkil topgan kichik qoralarning eshik oldilari qorong'u edi. Uylarning derazalaridan yorug'lik ko'rilmaydi. Burun bu yerlar qulupnak etizligining o'rni bo'lib, bahorda yap-yeshil qulupnaklar bix surib turadigan, may oylarida qip-qizil qulupnaklar may bo'lib pishib, uzib yegan odamning qo'liga shirnilari yepishib, qizil ranglari suvishib, odamga tabiatning mo'lchiligini his qildiradigan kang ketgan etizliq edi. Ana shundaq chog'larda ushbu ko'chadan o'tgan odamning dimiqiga gupildab turib turgan qulupnaklarning mizilik hidi so'qilib turadi. Hozir Etildaq portlatqich dorisining purqi bilan yiqilgan ko'mirning ochiq isidan boshqa bir narsa purmaydigan bir joyga ilinib qolgan edi. Yosh xonim bilan bola endi To'ran mahallasiga yetib kelgan edi. Soğuk hava ularni xelala o'ziga asir qilgandek qiladi. Bo'libmi balaning nozik burunlarining uchi muzlab qizdirishga boshlagan edi. Bala onasiga yetishib ishtik mang'ashkimikindan sal hozirgandek qiladi. Yana shundaqdimi, onasidan qolmay sho'x botilaqdek ushaq qadamlarini tim-tim yo'tkab ketyotadi. Cho'ng ko'chaning sharq tarafining qorong'uliq cho'milgan Xalta ko'cha bo'lsa, 1944-yili 11-ayning 12 kuni qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining raisi Elixon To'ri o'ltiradigan quru joylashgan ko'cha edi. Keyin G'ulji xalqi mazkur Xalta ko'chani va atrofdagi joylarni biroqla To'ran mahallasi deb atashgan edi. Yosh xonim Xalta ko'cha eg'izida bir lahza turib qoldi va o'z-o'ziga nido qilgandek Elixon To'rining qurasi tarafga qarab, go'yo ayni zamonda Elixon To'ri Shingshisayning kashti kelib odam tutadigan jandarmlardan qochib qutulish uchun tam atalab qochgan ashu qabohatlik yomg'irlik kechini ko'z oldidan suratdek o'tkazib, o'zining hozir holiga taqqos qildi. Elixon To'ra Shokirxon To'ra o'g'li 1885-yili 3-ayning 21 kuni hozirgi Qirg'izistonning To'qmoq Balasag'un degan yerida Holliq o'zbek oilasi dunyoga kelgan. Adabiy taxallusi Sag'uni edi. Uning otasi Shokirxon To'ra cho'ng o'g'li Alimxon To'ra bilan Alixon To'rini Madinaga o'qishga avatgan. Madinada o'qigandan keyin Buxoro madrasalarida ilm ta'sis qilgan. 1916-yili To'qmoq tavasida Chor Rossiyaga qarshi qo'zg'olon bostirilganda, mazkur qo'zg'olonning aktiv ishtirokchilaridan biri bo'lgan Alixon To'ra o'z jinni olqiniga ilib qochib ketgan va 1920-yili Qashqarga kelgan, keyin qaytishga majbur bo'lgan. 1922-yili Sovet hukumati tarafidan qo'lga ilinib, bir mezgildan keyin qo'yib berilgan. 1930-yili qayta qo'lga ilinib, 10 yillik qamoqqa hukm qilingan. Ammo lekin do'stlarining yordami bilan turmadan qochib chiqib, G'uljiga kelib o'ltiraqlashgan. G'ulji xalqi Alixon To'riga nihoyat hurmat ko'rsatgan. Hatto u o'ltirgan mahallani Alixon To'rining nomi bilan To'ran mahallasi deb atagan edi. Alixon To'ra o'z qalami bilan vafotidan 3 yil burun, ya'ni 1973-yili yozib bitirgan Turkiston qayg'usi nomli kitobini yosh xonim bilan eri 2011-yili Turkiyaga sayohatga borgan chog'ida bir tunishning uyida tasoddifiy ko'rib qolib, hayajon ichida bir nafas bilan o'qib bitirgan edi. Shu chog'da mazkur kitobdagi tövandagi qurlarni o'qiganida To'ran mahallasining mush Xalta ko'chasi ko'z oldida suratdek kechgan edi.